Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi joriy yilning yanvar oyida mamlakatdagi biznes muhit tahlili natijalarini e'lon qildi. Olingan ma'lumotlar asosida biznesning joriy holatiga oid baholar va kelgusi 3 oylik davr uchun kutilmalarni ifodalovchi yig'ma biznes muhit indikatori shakllantirildi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislari mamlakatdagi 1000 dan ziyod tadbirkorlik subyektlari o'rtasida navbatdagi so'rovnomani o'tkazishdi. Unda biznes va ishbilarmon doira vakillariga turli savollar bilan murojaat qilindi. Hozirgi biznesingizning holatini qanday baholaysiz? Kelgusi 3 oylik davr uchun qanday natijalarni kutyapsiz? Sizni qanday muammolar qiynayapti? Shu savollar asosida yanvar oyidagi biznes muhiti tahlil etildi. Natijaga ko'ra joriy yilning o'tgan oyida O'zbekistonning yig'ma biznes muhiti indeksi 64 bandni tashkil etdi va bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 23% ga yuqorilagan. Ya'ni 2025-yil yanvar oyida biznes muhit indeksi 52 bandni tashkil qilgan. Xususan joriy holat indeksi 28% ga oshib 50 bandni tashkil qilgan bo'lsa, kutilmalar indeksi 20% ga oshib o'tgan yilga nisbatan 78 bandga yetgan. Dinamikada ko'rishimiz mumkin, joriy biznes muhit indeksi 64 bandga yetguncha 2025-yil noyabrdan boshlab doimiy o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. So'rov natijalariga ko'ra korxonalarning 22% ishchilar sonini ko'paytirgan. Shu bilan birga respondentlarning 71% kelgusi 3 oyda mahsulotga talab o'sishini kutmoqda. Kelgusi chorakda ishchilar soni ortishini prognoz qilayotgan korxonalarning ulushi 65% gacha ko'tarildi. Tarmoqlar kesimida o'tgan yilga nisbatan biznes muhitining yaxshilanishi qurilish, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasida kuzatildi. Qishloq xo'jaligida 2025-yil yanvar oyida 48 bandni tashkil qilgan bo'lsa, 26-yil yanvar oyida 77 bandga yetib 62% ga oshgan. Shuningdek, o'sish xizmat ko'rsatishda ham kuzatilgan, 65 bandga yetgan, 25% ga oshib, hamda qurilish sohasida 13% ga oshgan va 61 bandni tashkil qilgan. Sanoatda o'tgan yilga nisbatan 5% kamaygan, lekin kutilmalar indeksi o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Xizmatlar sohasida biznes muhit o'tgan yilning yanvar oyiga nisbatan 25% ga o'sib, 52 banddan 65 bandga yetdi. Bu o'sish biznes yuritishning yaxshilanib borayotganligini bildiradi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tahlil mamlakatda tadbirkorlik subyektlari, korxona rahbarlari va ishlab chiqaruvchilarning dinamikasi, talab, narxlar va boshqa ko'rsatkichlar asosida tadbirkorlik faoliyatidagi joriy va kutilayotgan o'zgarishlarni baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston